Yuzimiz bizning psixologik holatimizni namoyon qiladigan tana qismi. Chunki ichimizdan kechirib turganimizni darrov yuz mimikasida namoyon bo'ladi va bular so'ngra ajinlarga olib keladi. Shuni oldini olish uchun va hosil bo'lgan ajinlarni yo'qotish uchun quyidagi massajlarni bajaring. Xafamisiz? Iyakni massaj qiling. Chunki xafa bo'lganimizda iyakimiz harakatga keladi. Demak, iyakni massaj qilamiz. Stress kechiryapsizmi? Chaynash muskullarini massaj qilamiz. Chunki bilmagan holda tishlarimizni siqib qo'yamiz. Bu esa chaynash muskullarining spazmiga olib keladi. Jahlimiz chiqqanda, diqqatimizni biror bir narsaga jamlaganda shu yerdagi muskullar, mimik harakatlar vujudga keladi. Demak, ikki qosh orasini massaj qilamiz. Boshingiz og'riyaptimi? Unda bo'yningizdagi mushakni massaj qiling va bo'yin mashqlarini bajaring. Xavotir olyapsizmi? O'zingizni quchoqlang. Har doim go'zal va sog'lom qoling.